O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joylarni qonuniylashtirish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Tadbirlar o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga amnistiya e'lon qilingan qonun ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda ko'pchilikka qiziq bo'lgan huquqlar e'tirof etilishining shartlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Jumladan, barcha hududlarda yer uchastkasining chegarasi 1998-yil 1-iyulga qadar egallab olingani aniqlansa, 24 sotixgacha bo'lgan hududni e'tirof etish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yer uchastkasi 1998-yildan 2018-yil 1-mayga qadar egallab olingani tasdiqlansa, Toshkent, Nukus shaharlarida va viloyat markazlarida 6 sotixgacha, qolgan hududlarda 12 sotixgacha yer uchastkasiga egalik huquqi e'tirof etilishi ko'zda tutilgan. Uy-joy maydoni ushbu belgilangan o'lchamlardan oshganda ortiqcha egallangan qismiga nisbatan dehqon xo'jaligini yoki tomorqa xo'jaligini yuritish uchun e'tirof etiladi. Huquqlar e'tirof etilganlik uchun fuqarolardan hududlarga qarab turli miqdorlarda bir martalik to'lov undiriladi. Jumladan, fuqarolar Toshkent, Nukus shahri va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarida, viloyatga bo'ysunuvchi boshqa shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarida va boshqa aholi punktlarida 1 baravar miqdorda to'lov qiladi. Ortiqcha egallangan yer uchastkasi hamda dehqon xo'jaligi va tomorqa yerlariga ijara huquqi bozor qiymatida to'lov amalga oshiriladi. Qolaversa, ba'zi toifa vakillariga imtiyozlar ham bor. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari oldingi aksiya vaqtida yig'im to'lagan shaxslarga bepuldir. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan shaxslarga to'lovlarda 50% lik chegirma bo'ladi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasi tomonidan Toshkent viloyatiga tashkil etilgan press turda bu borada amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu jarayonlarga 4,5 ming kadastr muhandislari jalb etilgan.